Assalomu alaykum. O'tib borayotgan vaqt soatlaridan unumli foydalanishga harakat qilayotganlar. Assalomu alaykum. Toshkent telekanalining aziz muxlislari, efirda siz nima deysiz ko'rsatuvi va umid qilamizki, ushbu daqiqalarni biz bilan hamkorlikda o'tkazganingiz uchun aslo afsuslanmaysiz. Chunki bugungi mavzuyimiz dolzarb va u sug'urta kutilmagan hodisalardan moliyaviy himoyalashning muhim vositasidir deb nomlanadi. To'g'ri, sug'urtaga hammamiz turlicha qaraymiz. Kimdir uni pulni behuda sarflash deb hisoblasa, boshqalar moliyaviy himoyaning muhim vositasi deb biladi. Ammo aytish darkor, kasallik, baxtsiz hodisa, yong'in yoki tabiiy ofatlar jiddiy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan sharoitda sug'urta moliyaviy falokatlardan saqlanish usuliga aylanadi. Bugun sug'urta nima uchun kerak? Uning qanday turlari mavjud? U iqtisodiyotga qanday ta'sir qiladi degan savollarga atroflicha javob qidiramiz. Ilk savolimiz esa quyidagicha yangraydi. Ya'ni sug'urta o'zi nima uchun kerak deb nomlanadi. Bu savolga birinchi javobni albatta hurmatli ekspertimiz Zufar akamizdan javob kutib qolamiz. Zufar aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, barchangizni xush ko'rdik. Hurmatli hamkasblar. Avvalam sug'urta nima degan tushunchaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, sug'urta bu yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan yig'iladigan sug'urta mukofotlari hisobidan shakllantiriladigan fondlar, jamg'armalar hisobidan biron muayyan sug'urta hodisasi ro'y berganda sug'urta qildiruvchining manfaatlarini, yuridik yoki jismoniy shaxslarning manfaatlarini himoya qilish tushuniladi. Nima uchun muayyan sug'urta hodisasi deymiz? Muayyan sug'urta hodisasi shundaki, sug'urta shartnomasidagi kelishilgan shartlar asosida yoki risklar asosida hodisa ro'y berganda o'sha shartnomada ko'rsatilgan shartlar bo'yicha qoplama yoki to'lovlarni to'lab berish hisoblanadi. Bunda endi olishimiz mumkin, deylik, biror yuridik tashkilotni mol mulkini sug'urta qiladigan bo'lsak, sug'urta qilganimizda o'sha mol mulkka nisbatan biror sug'urta hodisasi ro'y berib zarar yetdi. Zarar yetgan natijasida ushbu yuridik tashkilotni bir faoliyatiga qandaydir cheklovlar qo'yish mumkin, to'xtalishlar bo'lishi mumkin. Xuddi shu, ya'ni tekshiruv jarayonlari vaqtni oladi demoqchisiz. Yo'q. Demoqchi bo'lganimki, hodisa natijasida yuridik tashkilotni faoliyatiga to'xtab qoladi. Faoliyatida to'xtalish sodir bo'lishi mumkin. Sababi uni mol mulkiga yoki asbob uskunalariga, texnikasiga zarar yetgan bo'lishi mumkin. O'sha paytda sug'urta shartnomalari asosida sug'urta tashkilotiga murojaat qiladi va tegishli hujjatlarni taqdim etilishi va o'tkazilgan monitoring va tekshiruvlar natijasida hamma hujjatlar to'liq o'rganib chiqilgandan keyin sug'urta qoplamasi to'lab beriladi. Sug'urta kompaniyasi, sug'urta tashkiloti tomonidan va buning natijasida ushbu yuridik tashkilot yoki boshqa jismoniy shaxs bo'lsin, yuridik tashkilot bo'lsin, mol mulkini yoki o'sha zararni qayta tiklanishiga va faoliyatini qaytadan yo'lga qo'yishiga sabab bo'ladi. Bu qancha muddatni talab etadi? Tekshiruv jarayonlari va o'sha summani qoplash jarayonlari. Summani tekshiruv jarayonlari yoki summani qoplab berish jarayonlari to'liq hodisa yuzasidan berilgan hujjatlar to'liq taqdim etilgandan keyin 15 ish kunida sug'urta qildiruvchiga o'sha zarar ko'rgan tashkilot, yuridik tashkilotga yoki jismoniy shaxsga zarar qoplab beriladi. Zufar aka, deylik, korxonada yong'in sodir bo'ldi va aynan sug'urta kompaniyalariga taqdim etilishi lozim bo'lgan hujjatlar yonib ketdi deylik. Unday holatda nima qilish kerak? Qanday yordam ko'rsatish mumkin bunday vaziyatda? Yong'in sodir bo'lganligi to'g'risida hujjat tashkilotda mumkin. Unda voqea hodisa bo'yicha yuridik tashkilot ariza beradi. Yong'in sodir bo'lganligi to'g'risida yong'in xavfsizligi boshqarmasining ma'lumotnomasi taqdim etiladi. Sug'urta shartnomasi yuridik tashkilotning binosi yonib ketgan taqdirda ikkinchi nusxasi sug'urtalovchi tashkilotni o'zida bo'ladi albatta. Sug'urtalovchi tashkilot hujjating yo'q, shartnomang yo'q, taqdim
qilishing darkor degan iddaolar bo'lmaydi. Yo'q. Chunki o'sha sug'urta shartnomasi tuzilgan paytda ikki tomonlama tuzilgan shartnoma bittasi sug'urtalovchini o'zida qolishi kerak. Ikkinchi nusxasi sug'urta aholini kutilayotgan, misol uchun ko'zda tutilmagan yana bitta qanaqadir bitta risk, bu iqtisodiyotda bitta muhim tarmoqlardan bittasi hisoblanadi. Sug'urta belgilangan taqdirda jismoniy shaxsga yoki yuridik shaxs faoliyatida kuzatilishi mumkin bo'lgan mulkiy moddiy zararlarni sug'urta kompaniyasi himoya qiladi. Doniyor aka, deylik baxtsiz hodisa sodir bo'lmadi, shunchaki korxona bankrot bo'ldi. Bunday holatda-chi? Sug'urta shartnomasida ko'rsatilgan shartlarda ko'rsatilgan bo'lsa, bankrotlik nisbatan u holatlarda sug'urta kompaniyasi sug'urta hodisasi deb qabul qiladi bu hodisani. Tushunarli. Agar misol sug'urta shartnomasi boshqa shartlarda tuzilgan bo'lsa, ushbu holat sug'urta hodisasiga kirmaydi. Demak, bandlarda kiritilgan bo'lsagina qoplanadi. Bu narsa ko'pincha hozir aholida bu anaqa bo'lyapti, huquqiy madaniyatda hali rivojlanmaganligida sug'urta shartnomalarini oxirgacha har bitta bandlarini diqqat bilan o'qimasdan turib imzolaganligi, sug'urta kompaniyasi bu hodisani sug'urta hodisasi deb qabul qilmasdan turib rad javobi bergan taqdirda aholida shunaqa tushuncha bo'ladiki, sug'urta kompaniyasi bu to'lab bermas ekan degan tushuncha paydo bo'ladi. O'sha tushuncha yo'qolishi uchun va bu fikrlar keyin bolalab ketadi xalq orasida, to'g'rimi? Ishonchsizlik o'zini tanishlariga, qarindoshlariga hammasiga anaqa qiladi, fikrini bildiradi. Bu o'zi narsa, bu narsa boshida paydo bo'lyapti. Shartnomani shartlarini hali yaxshilab tanishmadi. U nima asosida, nimani sug'urtalaganligi bilinmaydi. Ko'pincha bu narsa aholida ko'pchiligiga ma'lum ASAGA deyiladi, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urtalash. Bu yerda o'ylaydiki, daraxt tushib ketsa yoki mashinamni qirib ketib qolsa, menga to'lab berish kerak deydi. Lekin bu yerda sug'urta shartnomasining asosiy obyekti fuqarolik javobgarligi. Ko'chaga chiqdimi, haydovchi boshqa odamning mulkiga javobgar sifatida qaraladi. Misol uchun siz avtomobilni boshqarib ko'chaga chiqdingizmi, kimnidir mulkiga zarar yetkazadigan bo'lsangiz, sizni foynaqizga avtoulov sizni javobgarligingiz paydo bo'ladi o'sha uchinchi shaxs oldida. Bu yerda shu narsani, demak, sug'urta mana shu vaziyatda ishlaydi demoqchisiz. Bu yerda shuning uchun mana aholini bu yerda fikri shunaqa bo'lyaptiki, mana mashinam bo'lyaptimi, mana mashinamga to'lab berish kerak shu narsa bo'lyapti. Lekin bu yerda shartnoma boshqachaki, uni fuqarolik javobgarligi. Sizni oldingizda men javobgar bo'laman. Ertaga ya'ni qarang, men yo'lga chiqdim, bitta yengil mashinani turtib oldim. Shunaqa. Nima bo'ladi endi? Sug'urta kompaniyalari qanday muammoni hal qilishadi? Siz qaysi kompaniyada sug'urtalangan bo'lsangiz, sizni sug'urta kompaniyangiz uchinchi shaxs siz zarar yetkazgan transport vositasini egasiga siz yetkazgan zararni qoplab beradi. Tushunarli. Meni mashinamni emas. Sizni mashinangiz emas, shunaqa. Agarda ya'ni men turtib olgan mashina egasini, ya'ni mashinasi ham sug'urtalangan bo'lsa, u ham bevosita meni mashinamni tuzatib bera oladimi? Shunday vaziyatda? Xuddi shunaqa. Misol uchun garchi aybdor Madina bo'lsa ham yordam berishi mumkinmi? Marhamat. Bahsli savol. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Qo'shimcha qilmoqchiman shu masalada. Bizda boya Doniyor aytganlaridek, xalqimizda ayrim tushunchalar bor-da. Bizda ASAGA deydi, davlat inspeksiyasi xodimiga ko'rsatadigan polisi. Ko'pchilik shunaqa, xalq tilida shunaqa deyiladi. Lekin uni uchinchi shaxs oldidagi javobgarligini ko'pchilik bilmaydi. Hozir sizning holatingiz bo'yicha siz aybdor bo'lib turib, tegishli vakolat davlat organining qaroriga muvofiq sizda aybdor deb topsa, jabrlanuvchi, bevosita jabrlanuvchini transportiga yoki uni tan jarohatiga yetkazgan zararni qoplab beradi. Meni mashinamni sizning mashinangizni o'zingiz qoplab olishingiz kerak bo'ladi, sababi u faqat sizning fuqarolik javobgarligingiz uchinchi shaxslar oldidagi. Siz o'zingizni qiladigan transportingizni xohlasangiz, misol uchun shu sug'urtadan qoplattirish masalasida, bu paytda siz bizda kasko deydi, ixtiyoriy avtotransport vositasini sug'urtalash. Bunda misol uchun hozir misol tariqasida aytishimiz mumkin, o'zi sug'urtada shunaqa narsa borki, ixtiyoriy hamda
Majburiy sug'urta. Siz aytayotganingiz birinchisi majburiy sug'urta, bu ommaviy, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan, davlat tomonidan nazorat qilinadigan, tariflari ham hammasi davlat tomonidan nazoratga qilinadi, tegishli qonun qarorlari asosida. Ixtiyoriy sug'urta bu sizni bevosita transportlasangiz. Siz aybdor bo'lgan holda ham agar istisno holatlariga tushmaydigan bo'lsangiz, endi istisno holatlari bu bizda katta nimalar deyiladi, grubiy narusheniylar. Qo'pol qoidabuzarliklar. Misol uchun temir yo'l kesib o'tish qoidalarini buzishingiz yoki bo'lmasa qarama-qarshi harakatlanishingiz, svetoforni qizil chirog'ida o'tishingiz. Shunaqa 3-4 ta holatdan istisno qilgan holda siz bevosita aybdor bo'lib chiqadigan bo'lsangiz, u paytda sug'urta kompaniyasi qoplab beradi. Tushunarli, rahmat ma'lumotlar uchun. Shu o'rinda yana to'ldirib ketishingiz mumkin. Anvar aka, keyingi savolimiz sug'urtani qanaqa turlari bor yoki qanaqa shakllari bor? Bu sug'urtani va yuqorida aytib o'tdik, ixtiyoriy va majburiy sug'urta turlari. O'zi bizda mamlakatimizda sug'urta tushunchasi, sug'urta madaniyati qachon уже tanitila boshlandi. 2008-yilda bizda transport vositalarining egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish qonuni chiqdi, 155-sonli qonun. Va 2009-yildan boshlab bizda xalqimiz orasiga sug'urta tushunchasi yanada ommalashdi. Ya'ni majburiy bo'lgandan so'ng. Majburiy tusga kirgandan so'ng. O'shandan keyin уже tashuvchining fuqarolik javobgarligi, ish beruvchining fuqarolik javobgarligi. Bu majburiy sug'urtalar nima? Bu majburiy sug'urtalarning asosiy bulardan maqsad bu chet el rivojlangan davlatlarni misolida oladigan bo'lsak, ularda уже bir necha yil avval joriy qilib bo'lingan. Biz ya'ni chet el tajribasidan olganmiz buni. Keling, o'sha foizlarda gaplashsak-da, biz bilamizki, sug'urtaning bir necha turlari bor, to'g'rimi? Avtosug'urta, tibbiy sug'urta, sayohat sug'urtasi, uylarni sug'urta qilishimiz mumkin, o'zimizning salomatligimizni sug'urta qilishimiz mumkin. Umuman olganda, O'zbekistonda mana shu sug'urta turlarini foizlarga bo'lib chiqargan bo'lsak, qaysi sug'urta turi ko'proq ommalashgan, qaysilari esa hali oqsayapti? O'sha boya aytganimizdek, majburiy tusga ega bo'lgan sug'urtalari уже ommalashgan va undan keyingi o'rinda turadigani biz bevosita bankka murojaat qilamiz. Qaysidir ma'noda kredit olamiz, kredit evaziga biz garov qo'yamiz. Garovlarni sug'urtalash, ya'ni mol-mulkni, transport vositalarini sug'urtalash. Biz ayta olamizki, bu уже majburiy sug'urtadan keyingi o'rinda turadigan ommalashgan sug'urta turlaridan biri hisoblanadi. Salomatlik sug'urtasi. Salomatligi bilan bog'liq bo'lgan holatni oladigan bo'lsak, mana 2019-yilda barcha sohalar kabi bizni sug'urta sohaga ham e'tibor qilgan holda yurtboshimiz tomonidan e'tibor qaratilgan. 2019-yilda edi adashmasam. Sug'urta sohasi vakillari bilan uchrashganda shunaqangi talab qo'yilgan edi. Buni uzoq yillik strategiyasini ishlab chiqish. Buni strategiyani ishlab chiqish jarayonida birinchi navbatda davlat tibbiy sug'urtasini joriy qilish. Undan keyin esa qishloq xo'jalik sug'urtasini joriy qilish. Etapma-etap o'zining strategiyasi mavjud. Shundan keyin уже biz sinov tariqasida Sirdaryo viloyatida tibbiy sug'urta, davlat tibbiy sug'urtasini joriy qilganmiz. Hozirgi kunda Toshkent shahriga endi bosqichma-bosqich shu narsa amalga oshirib kelmoqda. Demoqchi bo'lganimiz, sug'urta madaniyati shu oxirgi 4-5 yil ichida 10 ta fuqarodan ilgari bir 3 ta 4 tasi sug'urtaga tushunchaga ega bo'lsa, hozirgi kunda ayta olamizki, bir 6-7 tasi уже tushunchasi bor. Sug'urta madaniyati shakllangan, sug'urtadan qanday qilib pul olishni biladi. Ayrimlari sug'urta xodimlaridan ham ko'ra o'zining haqqini biladi shu mavzuda. Chunki baribir pullik masala biladi uni. Tushunarli. Abdulla aka, aynan yurtdoshlarimiz orasida sug'urta madaniyatini yanada rivojlantirish uchun yana nimalarga e'tibor qaratsak bo'ladi va nima uchun ba'zi sohalar, ba'zi yo'nalishlari sug'urtani baribir hamon oqsamoqda, sizningcha? Bizdan uzoqlashmang, Toshkentda qoling. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Sizga Salom Kart shaxsiy kartasi kerak. Shunaqa va shunaqa qilish uchun istalgan bankomatdan 10 million so'mgacha naqd pul yechib olish uchun komissiyani tejab oling. TBCdan Salom Kart sizga kerakli karta. Bizning didlarimiz farq qilishi mumkin. Lekin ko'pikli Jacobs Ice Latte bizni birlashtiradi. Jacobs, hayot lazzatidan bahramand bo'l. Wildberries'da siz uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor. Millionlab tovarlar, original brendlar,
foydali narxlar va to'lov yetkazib berish paytida. Wildberries'da o'zingiz sevgan hamma narsaga buyurtma bering. Islomxon? Islomjonmi? Meni bolam uish bilan bandda. Pul yig'ib uyimizni ta'mirlab berdi. Singlisiga telefon olib berdi. Kelinimdan ham bugunning o'zida necha marotaba xabar olib ketdi. Ana u keldi. Katta odam. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Tugadi. Xavotir olmanglar. Mana hozir to'xtagan joyidan davom ettiramiz. Marhamat. Bu bizda menimcha eski sobiq Sovet ittifoqidan qolib ketgan narsa, chunki u payt sug'urta degan narsa juda ham ishlatilmasdi, lekin insonlarga aytaylik tibbiy ko'rik va o'qish tekin deb aytilgandi. Ya'ni o'z-o'zidan nima deydi, подразумевается deydi, sug'urta xuddi davlat o'z ixtiyoriga olganday edi. O'shaning uchun bizani xalq uncha bilmaydi, lekin mana sug'urtani oxirgi payt nimaga kerakligini bir tushunib qoldim. Bir jiyanim juda ham katta korxonalarni mana shunaqa sug'urtalashni. Aytaylik, transport vositalari juda ham ko'p korxonalar, har kuni yo'lga chiqadiganlar. Ular biror bitta baxtsizlik bo'lmasligidan hech kim kafolatlanmaganda. O'shaning uchun uni sug'urtalab qo'yganda bir kun emas bir kun shu biror bitta transport vositasi o'sha sug'urta holatiga tushib DTP yuz berganda sug'urta bemalol shuni qoplab berishi va bu o'sha tadbirkor uchun yoki korxona rahbarlari uchun juda ham foydali ekanligini tushuntirib berdi. Ana endi tibbiy sug'urtani biz faqat chet el filmlarida ko'ramizda, chunki o'sha shifoxonaga borgan odamni sug'urta polisi bormi deb so'raydi. Bu juda ham foydali. Nimaga? O'sha yoshlik paytda inson kasal bo'lmasdan, yosh katta bo'lganda kasal bo'la boshlaganda haligi sug'urta polisidagi ma'lum miqdordagi summa ishlatilmasdan turar ekan. Men tushunishimcha shunaqa bo'lsa kerak. Keyin o'sha kasalligiga qarab sug'urta polisidan ancha-muncha miqdor qoplanadi va natija inson haligi o'zini kasalligi uchun ishlatiladigan ancha-muncha pulni iqtisod qilib qoladi. Mana shu tarafi bizda menimcha sal oqsayapti xolos. Mana bugungi kunda O'zbekiston sug'urta bozori ham har tomonlama mijozlar bilan ishlashi, u ancha ham me'yoriy hujjatlar ham mijozlar bilan birgalikda ishlashi tartibga solib olishgan. Sababiki bugungi kunda O'zbekiston sug'urta bozorida ko'pgina sug'urta turlarini onlayn tartibda amalga oshirish joriy etilyapti. Raqamlashtirilgan tartibda. Boya mana yong'in masalasida savol berganingizda har bitta hujjatlari elektron bazada shakllantirilib boradi. Shuning uchun mijozlarning sug'urta kompaniyalariga bo'layotgan murojaatlari sug'urta kompaniyalarining aksariyati uchun bugungi kunda muammo emas. Sababi har bitta mijoz bilan tuzilgan shartnomaning hisobidan kompaniyada o'sha olingan majburiyatlarni qoplab berish uchun pul jamg'armalari shakllantiriladi. Ixtiyor aka, aynan siz faoliyat yuritadigan korxonada keling o'zingizni ish tajribangiz bilan bo'lishsangizda qancha summa qoplab berilgan? Eng katta summa eslay olasizmi? Va qanday holat bo'lgan, qancha summa qoplab berilgan? Mana biz oxirgi ishlagan o'sha sug'urta kompaniyamizda qishloq xo'jaligi bilan bog'liq bo'lgan korxonani kredit qaytmasligi bo'yicha bank va naf oluvchi oldagi majburiyatlari sug'urtalangan. Aytaylik, o'sha shartnomamiz 100 milliard doirasida bo'ladigan bo'lsa, unga 20 milliardga yaqin mablag' to'lab berilgan o'sha yuridik korxonaga. Buni o'sha bank oldidagi majburiyatlari bajarilgan, korxonaning o'sha moliyaviy holati yaxshilangan. Undan tashqari jismoniy shaxslarni oladigan bo'lsak, mana jismoniy shaxslarda hozirgi kunda zamonaviy mashinalar aholida bizda ham ko'payib boryapti. Bular ham arzon mashinalar emas. Mana masalan o'sha mashinasini ixtiyoriy sug'urta qilgan mijozlardan bizga murojaat bo'lganda 400 millionga yaqin mashinani o'sha elektromobillarga 100 millionga yaqin to'lovlar to'lab berilgan. Nima bo'ldiki, bu summa qoplandi? Qanday vaziyat yuz berganda? Yo'l transport hodisasi bo'lganda. O'shanda mashinaga yetkazilgan zarar baholanib, baholovchilar tomonidan, kompaniya tomonidan mana shu majburiyatlar to'lab berildi. Ixtiyor aka, qancha muddatda ko'rildi mana shu ish? Bu mana boya yuqorida hamkasbimiz aytgandan keyin o'sha sug'urta tomonidan to'lash uchun asos bo'lgan hujjatlar taqdim etilgandan keyin o'zi muddat maksimum 15 kun.
lekin qancha hujjatlar tez yig'ilib kompaniyaga taqdim etiladigan bo'lsa, to'lov tasdiqlangandan keyin u 5 kun, 5 ish kuniga ham bormaydi hozirgi payt. Tushunarli. Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. va Baxtiyor aka, xush kelibsiz. Umuman olganda sug'urta kompaniyasini ustidan arz qilgan holatlar bo'lganmi? Vaqtida to'lamadi, pulimni ola olmadim yoki belgilangan tartibda menga xizmat ko'rsatishmadi degan mazmundagi arzlar bo'lib turadimi? Yoki boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak, sug'urta kompaniyasini kim nazorat qiladi? Arzlarga keladigan bo'lsak, arzlar albatta bo'ladi. Bo'ladi. Bu yuqorida kelib chiqqanda aytildiki, shu shartnoma shartlari to'liq o'qilmagan oqibatida shu hali punktlarni tanishib chiqmasdan imzo qo'ygan bo'lishi mumkin. Qo'l qo'ygandan keyin hali sug'urta hodisasi ro'y bergandan keyin tushunmovchilik shu yerda kelib chiqadi. Tanishmagandan keyin hali sug'urta kompaniyasi bu sug'urta hodisasi deb tan olinmagandan keyin men sug'urta shartnomasi tuzganman, sug'urtaga pul to'laganman. Nimaga qoplab bermayapsizlar deb shu taraflama asosiy 90% shundan kelib chiqadi. Endi bu yerda mana mijozlarimizga albatta shu madaniyati, shu majburiy sug'urta turlari shu bozorga kirib kelganda ancha yuridik jismoniy shaxslar shu sug'urta tushunchasi rivojlanib o'tdi. O'shaning sababli shu yana baribir shunda ham biz aytib o'tamizki, shu shartnomada qo'l qo'yayotganda albatta shu shartlar bilan tanishib, sug'urta qildiruvchini konsultatsiya olib, qanaqa sug'urta turlaridan bu qoplanadi, qaysi hollarda qoplanmaydi, sug'urta hodisasi bo'lganda qanaqa hujjatlarni taqdim etamiz, qaysi muddatlarda taqdim etamiz, hammasini kelishgan holda, tushungan holda va shu asosida kelgan sug'urta shartnomasiga imzo chekib, pul to'lasa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Baxtiyor aka, mijozlar orasida shaxsiy advokati, huquqshunos bilan keladiganlar ham bormi? Albatta bor. Bor. Bu endi asosan shu sug'urta hodisasi ro'y bergandan keyin voqea sodir bo'lgandan keyin advokatni olib kelishadi. Lekin bu oldindan qilinishi kerak bu narsa. Agar haqiqatan tushunuvchilik yoki tushunishga sal qiynayotgan bo'lsa, shu qo'l qo'yayotganda, masalan, bank bilan bog'liq bo'lgan sug'urta turimi yoki ixtiyoriy sug'urta turimi yoki majburiy sug'urta turimi, shular bo'yicha oldin konsultatsiya olib, oldin maqsadini bilib, nimadan qilish kerak, qanaqa shartlarda qilish kerak, ana shundan keyin imzo cheksa, bu narsa oldin olinadi va keyinchalik bo'lgan muammolarning anchasi hal bo'ladi. Va ekspertlarimizga savolim bor edi, Umidbek. Sug'urta summasi qancha qimmat bo'lsa, undiriladigan to'lov summasi ham shunchalik katta bo'ladi. Bu qanchalik to'g'ri fikr? Sug'urta summasi deganda biz avvalo oddiy xalq tilida tushuntiradigan bo'lsak, bir mahsulot. Bir mahsulot borki 100 million so'm. Shu 100 million so'mdan sug'urta tarifi qo'llaniladi. Ya'ni sug'urta mukofoti deydi uni sug'urtachilar. Sug'urta mukofotini kompaniyaga to'lab bergandan keyin shu 100 million so'm doirasida javobgarlik olib boriladi. Misol uchun bir xil sug'urta mahsulotlarimiz bor, 10 xil riskni, sug'urta qaltisligini oladi ichiga. Bir xili bor, ikkitasi bor. Bizni mentalitetda shu narsa borki, arzoniga uchadi ko'pincha. Demak, qancha ko'p riskni qamrab olsa, shuncha summasi qamrab olgan sayin sug'urta mukofoti ham shunga proporsional oshadi. Tushunarli. Anvar aka, deylik, men dehqonman va dalaga biror mahsulot ekdim, deylik, qulupnay ekdim va qurg'oqchilik tufayli men sug'ora olmadim va hosil nobud bo'ldi. Va men o'sha yerimni, o'sha hosilimni sug'urtalagan bo'lsam, men qandaydir puldan umid qilishim mumkinmi? Bunda siz tijorat xavflarini sug'urta qilgan bo'lib, endi olishingiz kutilayotgan daromadingizni oldindan sug'urta qilyapsiz. Endi boya aytganimizdek, u yerda ham ya'ni sug'urta kompaniyalari men bilan shartnoma tuzadimi? Shartnoma tuzadi. Siz oldin bilishingiz kerakki, qaysi xavflardan siz sug'urta qildirmoqchisiz. Boyaga aytganingizdek, bu qurg'oqchilikdanmi, yo tabiiy ofatdanmi, yoki bo'lmasam do'l kelib olib ketishidanmi, yoki har xil hasharotlarning oqibatida kelib kasallanishdan. Shunga o'xshab siz shartnomani, bu shartnoma ixtiyoriy tusdagi shartnoma o'zi aslida. Sug'urta kompaniyasi bilan misol uchun menga 5 ta risk bor meni hududimda. Desangiz, o'sha hududingizdagi asosiy risklarni qo'yib bergan desangiz, keyin sug'urta kompaniyasining o'zini agenti bo'lsa, o'rtasida agent orqali, bo'lmasa underwriter bo'lsa, underwriting orqali o'zi baholab sizga qancha summa to'lashingizni va qanaqa shartlarda shartnoma tuzishingizni belgilab berishadi. Bu chunki bu har bitta tijorat obyekti bilan individual tuziladigan shartnoma ixtiyoriy. Juda yaxshi. Ismatilla aka, siz qanday fikrdasiz? Bugungi mavzu yuzasidan fikrlaringiz, marhamat. Bu sug'urta temasi albatta juda yaxshi dolzarb temalardan bittasi.
Ayniqsa hozirgi paytda aholimiz juda ham ongga o'syapti. Aholimizni tushunchalari juda ham kengaygan. Ommaviy axborot vositalari orqali har bitta sohani tushuntirishlari juda yaxshi olib borilyapti. Ayniqsa bu sug'urta tushunchasida aytamizki, majburiy sug'urtalarimiz davlatimiz tomonidan qilingan bo'lsa, men hozir tushunyapmanki, asosan tadbirkorlik, bu sug'urta kompaniyalari ham xuddi bir tadbirkorlik bo'lyapti. Har qanday jamoalar tuzilib, o'g'illar deymiz, haligi mas'uliyat cheklangan jamiyat deymiz, xususiy korxona deymiz. Ana shularni o'zi ustavga asoslanib, ro'yxatdan o'tgan holda, to'g'ri bo'lsa kerak, men to'g'ri tushunayotgan bo'lsam, ana o'sha o'zlarining mablag'larini tikkan holda aholi bilan aholi o'rtasida sug'urtalanish nimasini olib borishadi, haligi jarayonlarni olib borishadi. Shular bilan shartnomalar tuzilib, har bitta shartnomani hozir ekspertlarimiz to'g'ri aytishdi, juda to'g'ri talqin qilishimiz kerak sug'urta agentlari tomonidan. Shu yerda ko'pchilik sudga murojaat qilishlar, boshqalar mahallalardagi yashayotgan aholi o'rtasida norozilik kayfiyati chiqmasligi maqsadida har bitta mahallada ham shunaqa narsalarni targ'ibotini olib borishimiz kerak edi. Keling, endi jahon tajribasini ham ko'rib chiqamiz. Sug'urta iqtisodiyotni qanday o'zgartiradi? Iqtisodiy taraqqiy etgan davlatlarda sug'urta kundalik hayotning ajralmas bir qismiga aylanganligini alohida qayd etish lozim. Bugungi kunda AQSh, Yaponiya va Yevropa ittifoqi davlatlarida ko'pchilik fuqarolar faqat o'z hayotlarinigina emas, balki mol-mulkini, fuqarolik javobgarligini sug'urtalagani ayni haqiqatdir. Ular sug'urtani tinch hayot kechirish uchun to'lov deb talqin etadilar. AQShda demak, yuqori sug'urta madaniyatini kuzatishimiz mumkin. AQShda fuqarolarning 90% tibbiy sug'urtaga ega va ipoteka bilan uy-joy sug'urtasi majburiy hisoblanadi. Bu odamlarga bo'ron, yong'in yoki boshqa ofatlardan keyin tezda tiklanish imkonini beradi. Masalan, 2005-yilda Katrina to'fonidan so'ng sug'urta kompaniyalari 40 milliard dollardan ortiq mablag' to'ladilar. Bu esa zarar ko'rgan hududlarni tiklashda ayni ko'mak berdi. Hayotini sug'urtalash bo'yicha dunyoda eng yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan Yaponiyadagi oilalarning 90% kafolatli polislar sotib olishadi. Aholi tomonidan sug'urta vositasi nafaqat himoya, balki jamg'arma va merosni rejalashtirish shakli sifatida ham qaraladi. Bu esa sug'urtalangan shaxsning uzoq yillik ish haqqi miqdoridagi sug'urta to'lovlarini kafolatlaydi. Oilalarga boquvchisini yo'qotganidan keyin uy-joy, farzandlarning ta'limi va boshqa xarajatlarni to'lashni davom ettirish imkonini beradi. Germaniyada esa ijtimoiy yo'naltirilgan tizim mavjud. Bu yerda tibbiy sug'urta hamma uchun majburiy bo'lib, davlat kam ta'minlanganlar uchun badallarni subsidiyalaydi. Bu esa tibbiy qarzdorlik darajasi 1% dan kam bo'lishiga olib keldi. Mol-mulk va javobgarlik sug'urtasi kichik biznes va uy xo'jaliklari o'rtasida ham keng tarqalgan. Singapurda sug'urta uchun rag'batlantirish tizimi joriy etilgan. Fuqarolar hayot va sog'liqni sug'urta qilish polislarini rasmiylashtirilsa, soliq imtiyozlariga ega bo'lishadi. Shuningdek, kichik biznes uchun mikrosug'urta ham rivojlangan bo'lib, u kichik ammo tez-tez uchraydigan xavflardan, masalan, uskunalarning ishdan chiqishi yoki yetkazib berishdagi uzilishlardan himoya qiladi. Hayot va mol-mulkni sug'urtalash hashamat emas, balki moliyaviy xavfsizlikning asosiy elementidir. U quyidagilarga imkon beradi. Kasalliklar, yong'inlar yoki tabiiy ofatlar paytida halokatli xarajatlardan qochish, boquvchisi vafot etgan yoki nogiron bo'lib qolgan taqdirda oilani daromaddan mahrum bo'lishdan himoya qilish, ijtimoiy yordam so'rovchilar sonini kamaytirish orqali davlatga tushadigan yukni kamaytirish. Jahon amaliyoti shuni ko'rsatadiki, sug'urta madaniyati rivojlangan mamlakatlar inqirozdan keyin tezroq tiklanadi va barqaror iqtisodiyotga ega bo'ladi. O'zbekistonda sug'urta bozori faol rivojlanmoqda, sug'urta shartnomalari soni ortib bormoqda desak to'g'ri bo'ladi. Soha jadal ravishda raqamlashtirilmoqda. Azizlar, umid qilamizki, bugun sug'urta haqida siz bilgan va bilmagan ma'lumotlarni taqdim etdik. Manfaatli bo'lishiga ishonamiz. Xayr, salomat bo'ling. Hammaga rahmat.